Ha, akalarimiz. Zarava, juma kun bozor bo'lyapti. 10 ta o'ttiz kirgizganmiz, klient ko'p. Assalomu alaykum. Nech pulga baraka bo'ldi? 2.600.000 ga urg'ochi? Urg'och. Mana do'stlar 2.600.000 ga baraka bo'ldi. Pullarni sanab olishyapti. Ikkiga tushdi. 62 bering oling. 61 ham berdingsan, oldi ham berding. Buni gapirmayman, 62 ni gapirdim bo'ldi. Qotib suyuldi. 6. Qasini ko'ringlar. Do'stlar mana shu 5.700.000 ga baraka bo'ldi. Urg'ochi buzoqcha. Mana 5.700.000 ga. Buzoqcha. Mana pullarni sanab berishyapti. Olganga ham sotganga ham baraka bersin. Yo'q, bu ana bor. Aka nech puldan so'rayapsiz? 1.900.000 dan, ha? Ona bola-la? Bola. Siz nech pul bo'lsa oldiyapsiz aka? 2.400 dan deyapman. 2.400.000 dan bo'lsa olyapti akamiz. 1.900.000 dan so'rayapti bolali echkilar. Urg'ochi takasi aralash, ha? Erkak. Ha. Egizi ham bor ekan. 2.400.000 dan bo'lsa oldiyapti akamiz. Aha. Akamiz bo'lsa 1.900.000 dan bo'lsa olib ketaman deyapti. Mana egizmi bolali qo'y? Egiz aka Bu necha pul savdosi bo'ldi? Bo'ldi, so'radimi, so'ramadimi? 8,5 million qilyapti. 8,5 million so'm qilyapti. Necha pul bo'lsa oldiyapsiz? 9,5 bo'lsa oldi. 9,5 bo'lsa oldiyapti. Bolasi urg'ochimi, qo'chqormi aka? Urg'och bilan qo'chqor. Ha, urg'och qo'chqor aka. Gap yo'q. Aka telefon raqam qoldiraylik. 816 Necha kodini ayting-da? 95lik. 95lik kodi bilan 816 76. Mana do'stlar, mana uchalasi. Ha, yegarchi. 42 million so'm bo'lib qoldi. Yo'qsa yo'q. Do'stlar, bugun 19-dekabr, hafta kunida juma. Hammaga juma muborak bo'lsin. Bugun biz Surxondaryo viloyati Qizilqishloq mol bozoridamiz. Oldin o'tgan safar bozorda xabar qilgandik. Juma kuni ham bozor bo'ladi deb. Mana yo'lni chetida kichkina bozor bo'layapti. Mol qo'y juda ham kam. Imkon qadar akalarimiz. Zarava, juma kun bozor bo'lyapti. 10 ta o'ttiz kirgizganmiz, klient ko'p. Savdo yo'q lekin. Gap. Mana do'stlar, kichkina yo'lni chetida bozor bo'layapti. Xudo xolasa, mana shu sekin juma kuni ham bozor avjida bo'lib ketadi. Biz video olishda davom etamiz. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Nechta bo'lyapti aka bular? 19 savdosi. Savdo buni 19 million, men 16,5 million. Do'stlar, mana shu 19 million so'mdan bo'lyapti savdosi. Boqma bu qadar. Mana ikkalasi 16,5 dan savdosi bo'layotgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Tez pulda tek yetadi. Yiko 19 bo'lyapti. Narigi 10 bo'lsa aka. Mana do'stlar, ikkalasi 19 million savdosi bo'lyapti. Bunisi 10, bunisi 9 millionga savdosi bo'lyapti. $10 million so'mga 9 savdosi bo'lyapti. Kichik buqalardan do'stlar. Kimlar ekan bu? Egasi ham necha pul savdosi bo'lyapti ekan? Aka necha pul savdosi bo'lyapti buni? 6.600.000 urg'och, ha? 6.600.000 savdosi bo'lyapti mana do'stlar. Urg'ochi, buzoqcha. Qaysi? Bu ham urg'ochi, buzoqcha, urg'ochi buni ajin do'stlar 7,5 million so'm so'ralyapti mana. Ko'rib turganingizdek. Faqat mollardan ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, yaxshimisiz? Hormang. Assalomu alaykum. Necha pul savdosi bo'lyapti? 7,5. Urg'och o'najin 7,5 million so'm so'ralyapti. Faqat mollardan olib ko'rsatamiz. 7,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Do'stlar, oluvlar kam, odam kam. To'g'ri tushunasizlar, bugun biz birinchi juma kunida bo'ladigan bozor. Hozir qo'ylar narxlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Puldan bo'lyapti aka bular?
10 tuttum deyapmiz, 11'den sonra. 11 savdosi bo'lyapti, 10 da aytilyapti. Ha, 10 ya. Bularchi aka? Sizdan Oldim. hech puldan olindi aka bu? 21 milyon 500 ming so'mga oldim. Ikkalasi. 21 500 ga 1 millionga bermayapman, 22,5 millionga. gap, 21 million 500 ga olinibdi. Ustiga 1 million qo'yib so'rashayotgan ekan, berilmayapti. Mana ho'l yemishni qanaqa chiqarib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Maydalab kelyapti. Ho'l chiqarmaydi deganlar uchun mana maxsus video. Somonni qanaqa maydalab tashlayapti, ko'rishingiz mumkin. Shuni bor. Yerog'oq pirit, so'ng piritda maydalab tashladi. Hurmatli obunachilar, mana Nusul dravlikalarımizda yerog'oq piritini chiqarib ko'rsatamiz va undan tashqari somon piritni ham sizlarga chiqarib Ana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Mana maydalab kelyapti. Bunday ekan olayım. Olaysam mana fotolarimni ko'rsatib bering, mana fotolari ham bor. Dostlar, mana shu 5 million 700 ga baraka bo'libdi, Irg'ochi buzoqcha. Mana 5 million 700 ga. Buzoqcha. Mana pullarni sanab berishyapti. Olganga ham sotganga ham baraka bersin. 5 million 700. 5 million 700. Savdosi bo'lyapti, mana akamizdan so'rayapti. Nechi bermaydi? Aka nech pul bo'lsa oldi? Yo'q, sotuveri olmuş deb turibdi. 6 bo'lsa ham sotadi. Öyle. 52 alın öyle mi? 52 alındı. 52 oldi, 52 alındı. 52 alındı. Bazıları aldılar. Bularni 57 qildim. Rang qora uchun, o rang mayli uchun uni shuncha bo'ldi. Barakami? Yo'q, yo'q. Nechi bega yo'q, 64 yo'q deysan, o'zing ham bilasan. Bor aytgan ko'ringda. 63 bering maniki. Yana o'tib aytib ber. Yana 63 ber. Surxon savdo. oltidan balandga o'tma, pasini guruh qil. Yo'q, o pastidan guruh qila olmayman. Balandim gapirish. Yekkilanmay balandim gapirish. 57. Ochiq o'zmasan, barakami? Yo'q, yo'q. Baraka denge. Bitta ko'ring, qo'y berma, ochiq o'z bilan 58 beraman o'zim. Bor. Bor. Hadi, Allah barakasini bersin. Lekin bilib o'tiribman, 6, lekin borki 200 ming o'tib ber, mol xayr barakasiga. 58. Qo'yib o'tirsan, lekin shapkani deding 6. Mayli 58 ga ber, tavakkal. Do'stlar 5 million 800 so'rayapti, 6 million 400 bo'lsa olyapti, Irg'ochi G'unajin. Mol sotdi. 58 toza o'tdi. Nima bo'lgan taqdirda ham shimol o'tdi menga. Bosib barakasini. Sizga o'tdi mol. O'tkaz ukamsan. 63 sizga biz o'tdi sizga. Ha deydi bir. Siz 68 sotdingiz shuni. Ochiq o'z bilan savdo qilaylik. Mayli. O'ynab kulib baraka deb barakasini bersin Alloh. Davay, baraka. Bosib barakasini. To'g'ri sadi. Bor keldi. Yechib berdi ya. Bu yo'q bo'ling deb aytmam. Bo'ling. Yo'q. Realni savdo bo'layotgan joylardan ko'rsatib o'tyapti. Davr. Hey bova, mana gap. Assalomu alaykum. Bunday eng ayt. Davr. Aşağıda tapmasa bir. 62 ga chiqdi. 62 bering oling. 61 ham berdingsan, 6 ham berding. Buni gapirmayman, 62 ni gapirdim bo'ldi. Qot suyuldi. Altı.
Qasini ko'ringlar. İkimiz aramız turibdi deyapman. Ochiq bilan. Desang ochiq bilan olaman. O'ynab kulib baraka desang olaman. Sen xalqni ham o'yla, o'zing o'ylama. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Nech puldan bo'lyapti qo'zili qo'ylar? 6 million so'mdan bo'lyapti mana. Mana shu akamiz aytishi bo'yicha mana shu kichkina irg'ochi ekan, qolgani bolasi qo'chqor ekan qo'zilar. Mana. Uyda ham izi ko'p deyapti. Bo'g'oz qo'y deysizmi, qo'chqor deysizmi, to'xli deysizmi, hammasidan topiladi ekan. Telefon raqamlarini qoldiraylik aka. 94 kodi bilan 696 56 55. Mana shu raqamga do'stlar qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Mana shu qo'zili qo'y ma'qul kelgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilib, telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Jiyan nech puldan bo'lyapti bular? 8 nech puldan? 8 takami? Irg'ochi 8 yillikdan savdosi bo'lyapti. Buni nech pul so'rayapti jiyan? Hozir qildim. 1 million 200 aytilyapti. Hozir bozorga kirib ketdi. Aka nech puldan bo'lyapti bular? Nech puldan bo'lyapti? 800 ga 900 bo'lyapti. 800 ga 900 ga 800. 900 800. Ha, 900 800. Irg'ochimi, erkakmi, takami? Irg'ochi taka do'stlar. Bu nima kanal u? Surxon savdo YouTube kanali. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'lib qoldi echki? 14,5 gacha, 1 million 400 gacha savdosi bo'libdi. Bo'g'ozmi, qisirmi? Ha, bo'g'oz bolataylar. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti ekan aka bular? 3 million 100 dan. 3 million 150 dan. Irg'ochi hammasi? Irg'och. Bo'g'ozmi? Ha, bir ikkitasi aralash ekan. Bo'g'oz qisir aralash do'stlar. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam. Ayting. 50lik kodi bilan 572 92 00 do'stlar, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana shu qo'ylar ma'qul kelgan bo'lsa, bo'g'ozi ham, qisiri ham bor deyapti, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Nech puldan bo'lib qoldi ekan aka? Ha? Telefon gaplashyapti akamiz. Hozir baraka bo'lgan joylardan ham ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Nech pulga baraka bo'ldi? 2 million 600 ga irg'ochi? Irg'och. Mana do'stlar 2 million 600 ga baraka bo'ldi. Pullarini sanab olishyapti. 2 million 600 yedi. Bular kimdan? Sizdanmi aka? Mana. Hozir bitta kirimi sotdi do'stlar, mana ketyapti. Aka nech puldan bo'lyapti bular? Bulardan kattalari 2,5. Kattalari 2,5, kichkinalari 2 million 100 dan savdosi bo'lyapti. Kattalari 2,5. Kattalari 2,5 dan. To'qlar, to'magana bular. Ha, qo'zi, yilgi qo'zilar. Qo'zilar nech pul bo'lyapti? Kimdan ekan? Assalomu alaykum. 2,5. Irg'ochi qo'chqor? Aralash, ha? 2 million 500 dan aytilyapti do'stlar mana. Telefon raqam qoldiramiz. Raqam 90lik kodi bilan 376 01 67 67 do'stlar, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'zi, irg'ochi, qo'chqor aralash. Bemalol qo'ng'iroq qilib aloqa chiqib akamizdan ma'lumot olishingiz mumkin. Aka nech puldan so'rayapsiz? 1 million 900 dan, ha? Ona bolalar, ha? Siz nech pul bo'lsa olyapsiz aka? 2 million 400 dan deyapman. 2 million 400 dan bo'lsa olyapti akamiz. 1 million 900 dan so'rayapti bolalar, echkilar. Irg'ochi takasi aralash, ha? Erkak. Ha. Egizi ham bor ekan. 2 million 400 dan bo'lsa ol deyapti akamiz. Ha. Akamiz bo'lsa 1 million 900 dan bo'lsa olib ketaman deyapti. Mana egizmi bolali qo'y? Egiz aka. Bu necha savdosi bo'ldi? Bo'ldi, so'radimi, so'ramadimi? 8,5 million qilyapti. 8,5 million so'm qilyapti. Necha pul bo'lsa olyapsiz? 9,5 bo'lsa oldi. 9,5 bo'lsa olyapti. Bolasi irg'ochimi, qo'chqormi aka? Irg'och bilan qo'chqor. Ha, irg'och qo'chqor aka. Gap yo'q. Aka telefon raqam qoldiraylik. 800 16 76. Necha kodini ayting? 95lik. 95lik kodi bilan 800 16 76. 76. O'zi nechi pul aka? Do'stlar, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Yana bola.
echki deysizmi, bo'g'ala qo'y deysizmi, hammasini sotiladi ekan.